yetadi. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, quyidagi savolimizda mahsulotning narxi dastlab 20% ga pasayib, so'ngra esa 10% ga oshganda, uning narxi 83600 so'mga teng bo'lib qolgan. Demak, shuni mahsulotning dastlabki narxini toping degan savol kelibdi. Demak, bu savolni ishlashda biz nima qilamiz? Dastlabki mahsulot narxi noma'lum bo'lgani uchun o'shani x deb belgilab olsak. Demak, mahsulot narxi dastlab x so'm bo'lgan, u birinchi yil 20% ga kamaygan, so'ngra esa 10% ga oshgan. Demak, biz buni ma'lum holatga yozsak bo'ladi. 20% ga kamaygan bo'lsa 1 minus mana 20%, ya'ni 100 dan 20. Ko'paytiruv va ikkinchi gal esa 10% ga oshgan bo'lsa, shu ifodani biz 1 plyusda oshganligi uchun plyusda bo'ladi 10 taqsimda 100. Va shu berilgan ifodani, ya'ni 20% ga kamayib, so'ngra esa 10% ga oshganda mahsulotning narxi bizda 83600 so'mga teng bo'lib qolgan. Ya'ni berilgan ifodani soddalashtirsak, haqiqiy dastlabki narxni topamiz. X ko'paytiruv qarshini hisoblasak, 80 taqsimda 100 ko'paytiruv 110 taqsimda 100 teng 83600. Ya'ni berilgan ifodani soddalashtiradigan bo'lsak, ya'ni x topadigan bo'lsak, x teng bo'ladi bu yerda 95000. Demak, mahsulotning dastlabki narxi bizda 95000 so'm bo'ladi.